Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli tayyor kurslarlari. Esingizda bo'lsa, bundan 1,5 oy oldin kontent tayyorladim, 2 oy mancha bo'lib qoldi. Qo'qon bozorida, Farg'onada, Qo'qon shahri, Mastona bozorida duplikat paydo bo'ldi X-Pro'lik. Hozir mana endi xabarlar chiqyapti, что bizani yodagi do'konimizga X-Pro aynigan, tuman bo'lib qolyapti, rangi o'chib ketyapti, nuqta paydo bo'lyapti degan narsalar. Hozir surishtirsak hammasi duplikat bo'lib chiqdi. Duplikatni IRRsini baland, 60-50% quyosh qaytarishi deb mashq qilib sotishgan ekan. Yana bir marta yetkazib qo'yaman, X-Pro brendi quyosh qaytarishi 13-14% bo'ladi. 60-70% bo'lmaydi hech qachon. 13-14% bo'ladi. Asosiy e'tiborni u tashqi vidga qaratgan. Bu byudjetli tonirovka hisoblanadi. Bu premium tonirovka emas. Ya'ni omma xalq uchun, ommadan ishlatilishi uchun qilingan. Mana bu Armala Global ular qimmat plyonkalar hisoblanadi. Ular shu o'rta segment uchun o'ylab topilgan. O'shanga sizlardan iltimos, olganinglarda tonirovka ustalari, tadbirkorlar shu biz berayotgan adreslar bo'yicha, ili o'zingizlar ham surishtirib, yaxshilab so'rab olinglar. Qolgan joylarda agar tuman bo'lib qolsa, ana nuqta bo'lib qolsa, bu narsa bo'lib qolsa qaytarib olib kelaman deb olinglar. Chunki bizda Toshkentda sotayotgan joyimizda nuqta paydo bo'lib qolsa, ana ichi qoraymaydi, ana qizg'ish bo'lib ketadi. Shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, biz pulni qaytarib beramiz. Plyonka qaytarib olamiz. Bizda shu paytgacha umuman bo'lmagan bu narsa. Bu bizda dostуп bor, shu Dubay bilan soglashgan, agar tovar qanaqadir zavodskiy brak bo'ladigan bo'lsa, qaytarib olishdi. Shuning uchun sizlardan iltimos, ishonchli kerakli joylardan olinglar. Duplikati hozir ham Qo'qonda va Mastona bor ekan. Rahmat, salomat bo'ling.